Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi ishimizni ko'rishingiz mumkin. Bu gostinitsada resepsiyonda joyiga mana imitatsiya qilib mramorda chizib berganmiz. Bu 100% qo'l mehnati. Xudo xolasa juda ham baquvvat, ancha yillar muddat xizmat qilib beradi. Xudo xolasa ko'rsanglar bo'ladi. Tosh imitatsiyasini berishga harakat qilganmiz. Tabiiy toshni ranglardan foydalanib, umumiy xona interyeriga moslaganmiz. Hozir bu yoqda mebel bo'ladi. Bu yoq qismimizga ham ertaga vinsankalarni qilib beramiz. Yaqindan bitta kelib ko'rsanglar bo'ladi mana. Yaltirashlari ham, silliqligi ham, projilka tomirlari ham juda ham chiroyli bo'lgan. Xuddi shunaqa xizmatlarimizni butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Bu xizmatimiz hozirda Surxondaryoda Boysunda qilib beryapmiz. O'zi asosan Toshkent shahrida istiqomat qilib ishlaymiz. Shu yerda 12 ta viloyatga chiqib ish qilib bera olamiz va bundan tashqari atachenta, malyaka sohasida ham ishlar qilamiz. Xudo ko'rsanglar bo'ladi. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bizga aloqa qilsanglar, xudo xolasa pastda raqamlar qoldiramiz. Sizlar uylarga ham xohlagan rangda, xohlagan dizaynda qilib beramiz. Agar uylarda dizayn proyekti, tosh yoki TV zonaga shunaqa narsalar berilgan bo'lsa, juda ham chiroyli qilib beramiz va bitta xonani ko'rib umumiy interyerga ham baho berib qo'yasizlar.